Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizni qishlog'imizdagi manzilimiz mana shu joyda bizni uyimiz bo'lgan. Bularni o'sha kecha 2022-yil tekislab tashlashgan. Mana shu yerdagi aziz qadamjo. Mana bu qadamjo Vohim bobo ziyoratgohi mana bu yerda joylashgan. Mana sentyabr oyida 97-yil qayta tiklab bu yerni aziz joy sifatida muhofazaga keltirib mana bu setkalarni qo'yilgan edi. Lekin afsuski mana bu hokimiyatdan, mana bu diniy mulozimlar bu yerda oyoq osti qilishgan. Biz buni hozir qayta tiklagan holatimiz. Biz bu yerda qayta tiklagan holatimiz. Bular tekislab tashlagan joyda mana oldingi o'sha tekislagan paytdagi mana bu krishalar yotibdi. Mana bu krishalar bo'lgan oldingi holatda. Tekislab tashalgandan keyin shu turishda joyida yotibdi. Mana bu yerda bular ko'rishmagan, shu torpaqqa aralashib yotgan bo'lgan. Endi mensimashgan. Xullas qilib mana bu yerda mana 1.20 uzunlikdagi qabr toshlari bor. Mana bobomizniki, o ziyoratgoh az avliyoboniki. Mana 1.30 uzunlikdagi va eski arab yozuvi tushirilgan toshlar mavjud. Bundan tashqari mana ichkari qismdagi holat bo'yicha biz restavratsiyaga va ekspertiza xulosalarini kelib turib bu yerda olib borishni so'raganmiz. Bu yerda mana 200 yil, 300 yilga taqaladi borib odam ustixonlari. Mana endi ekspertiza xulosalari bilan bu yerda davlat muhofazasiga olinishini so'raymiz. Bu yerda qabrlar 3-4 ta qabr bor. Bu yerda hammasini biz ochib tashlamaganmiz. Faqat shunday aziz qilib avaylab asrab qo'yganmiz. Mana shu yerni asrab avaylash va davlat muhofazaga olish uchun sizlardan amaliy yordam so'raymiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.